85% odam xolodilnik shu joyga umuman ahamiyat bermaydi. Bu narsani imni bahor oyida qilish kerak bo'ladi. Nega teshigini tozalayotganimizdan sababi mana bu yerda ko'rasizlar, to'g'ri bachok ustiga tushyapti. Agar tozalamasanglar xolodilnik ichi guruveradi. Bu sepkamizning sababi xolodilnik teshigi bo'ladi. Обязательно mana shunaqa tiqib oxirigacha tozalab olish kerak bo'ladi. Chunki qishdan chiqqandan keyin buni eritish kerak bo'ladi. Xolodilnikni qachon eritish kerak deyshadi? Aynan bahor oyida eritsangiz foydali bo'ladi. Sababi qishdan chiqqandan keyin yog' ham ko'payib ketadi. Xolodilnik tagidan suv oqib qolishi yaxshi tozalamaganingizdan bo'ladi. Nega eritish kerakligining ikkita sababi bor. Birinchisi, eshiklari ochilmay, tortmalari tortilmay qoladi. Ikkinchi sababi, keragidan ortiq ishlaydi yoki bo'lmasam kerak paytda ishlamay qoladi. Zboy holatlar ko'p bo'lib qoladi. Hali ham xolodilnikni eritib tozalamaganlar, обязательно eritib tozalab olinglar. Qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Specialistlar javob berishga harakat qilishadi. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yishingiz chiqmasin.